Assalomu alaykum. O'zingdan chiqqan baloga, ichingdan chiqqan baloga qayerga borasan davoga? Parazitlar, gichalar. Gichalar borligini belgilari hammaga ma'lumki, uxlaganda tishlarni g'ichirlatish, og'izdan so'lak kelishi uxlaganda yostiqqa, sochlarda to'kilishi, bevaqt oqarishi, bo'yi pastlik bolalarda, och qolganda kindik va oshqozon sohasida og'riq, ovqat yeganda og'rimay qolishlar, tez asabiylashish, dog'lar, allergik kasalliklar, yaralar, tez och qolish, darmonsiz, kuchsiz bo'lib qolishlar, gicha belgilari. O'zlaringizga ma'lumki, bizga keling davoga. Muolajamiz bir kun. Shu kuniyoq ishtaha ochiladi, allergiya ketadi, bolalarda bo'ylari o'sadi, to'lishadi. Telefon nomerimiz 90lik 270